O'rtoqlar, Prezident maktabi o'zi qanday maktab va bu maktabga qanday kirsa bo'ladi? Prezident maktabida o'qiyotgan o'quvchilar uchun barcha sharoitlar va maktab jihozlari mutlaqo bepul. Misol uchun aytaman, har bitta o'quvchi uchun notebook, planshet, maktab formasi va yotoqxonalar, xullas, yashash uchun yoki o'qish uchun kerak bo'ladigan barcha sharoitlar maktab tomonidan taqdim etiladi. Aytganday, farzandingiz Prezident maktabida o'qiydigan bo'lsa, barcha sport turlari bilan bemalol shug'ullanish mumkin. Futbol, basketbol, voleybol, suzish va xullas barcha sport turlari uchun maktabda hamma sharoitlar tashkil qilingan. Farzandi Prezident maktabida o'qiyotgan ota-onalar uchun xushxabar. Endi farzandingiz oliy ta'limda o'qishi haqida umuman xavotir olmasangiz bo'ladi. Chunki yurtimizdagi xohlagan universitetingizda farzandingiz imtiyozli grant asosida qabul qilinadi. Dunyo bo'yicha top universitetlarga agar farzandingiz kiradigan bo'lsa, davlat tomonidan xarajatlari qoplab beriladi. Razmiy va Mirzo Ulug'bek maktablarida o'qiyotgan o'quvchilar darslarni o'z vaqtida o'zlashtirishdan tashqari zamonaviy kasb egalari ham bo'lib chiqadi. Chunki bu maktabda dasturlash, algoritmlash, aviasozlik va juda ko'plab sohalarda nazariy va amaliy bilimlar berib o'tiladi va amaliyotda qo'llab ko'rsatiladi. Albatta, Prezident maktabiga o'qishga kiruvchilar soni cheklangan. Lekin xavotirga tushmasangiz ham bo'ladi. Chunki 2021-yildan boshlab har bitta viloyatning har bitta tumanida o'qitish tizimi xuddi Prezident maktabiga o'xshagan ixtisoslashtirilgan maktablar ham ochilgan. Endi hammada savol tug'iladi. Bu maktablarga o'qishga kirish uchun nima qilish kerak? Javobi esa oddiy. Avval maktablarga hujjat topshirish kerak, keyin esa murakkab savollarni yechib, imtihondan muvaffaqiyatli o'tish kerak. Albatta hazil. Bilamizki, o'quvchilar imtihondan muvaffaqiyatli o'tish uchun kuchli tayyorgarlik ko'rishi kerak bo'ladi va o'z bilimlarini xuddi Prezident maktabi imtihoni kabi sinab borishi kerak bo'ladi. Lekin bu materiallarni juda ham ko'pi cheklangan yoki juda ham qimmat. Xullas o'rtoqlar, farzandi, ukasi, singlisi, jiyani Prezident va ixtisoslashtirilgan maktablarga tayyorgarlik ko'rayotganlar uchun ajoyib xushxabar. Endi o'quvchilar o'z bilimlarini Prezident maktabi imtihoni namunasidagi savollar bilan boyitilgan kitob orqali oshirib borishi mumkin. Biz jamoamiz bilan birgalikda jami 3300 ta savoldan iborat bo'lgan ikkita kitobimiz, Qadam 1 kitobimiz va Qadam 2 testlar kitobimizni tuzib chiqdik. Qadam 1 kitobimiz Prezident maktabi birinchi bosqich uchun mo'ljallangan bo'lib, 50 ta variant, ichida esa 30 tadan savollari bor bo'lgan jami 1,5 mingta test savollari bilan boyitilgan. Qadam 2 kitobimiz Al-Xorazmiy, Mirzo Ulug'bek va ixtisoslashtirilgan maktablar imtihoni namunasida tuzib chiqilgan bo'lib, 40 ta variant, har bir variantda esa 30 ta matematika va 15 ta ingliz tili savollari bilan jami 1800 ta savoldan tashkil topgan. Diqqat! Kitoblarimizni shahringiz va tumaningiz markazidagi kitob do'konlaridan so'rang yoki quyidagi telefonlarga murojaat qiling. Unutmang, siz eng kuchlisi bo'lishingiz uchun har doim imkoniyat bor.